Free Fire'ni auditoriyasi kuchlimi yoki PUBG'ni auditoriyasi kuchlimi? Mana shu videoda sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. Qaysi birini auditoriyasi kuchliligini sizlar bilan qanday aniqlaymiz desalaringiz, Free Fire'chilar mana shu videoda только так komment yozishsin, PUBG'lar esa faqat like bossin. Free Fire'chilar amaga assalomu alaykum. Короче, bugungi shunda kechqurun jackpotga kirsam, jackpotga yangi kulak kelibdi. Представить qilsizlarmi? Mana shu kulakni hozir sizlar bilan birgalikda vыбивать qilib olamiz. Всё, birinchi aylantirish nima tushadi? Hech narsa tushmadi. Ikkinchisini ko'ramiz. Qani nima tushar ekan? Ikkinchisi aylantirish ketdi. Va yana hech narsa tushmadi. Uchinchi aylantirishni ko'ramiz. Hech narsa tushmadi. 69 taga yana aylantiramiz. Voy, хорошо. Mashina tushdi. Ashali. Yana bitta aylantiramiz. Qani ketdi. Voy, хорошо. Free Fire'chilar, ana bu video esinglardami? 10 kishi bilan Yumpikda birga bir o'ynab chiqaman va men yutganlarga 100 almazdan beraman degan edim. Va streamda 10 kishi bilan o'ynadim va pekashiklar ham 4 ta pekashik 10 ta telefonchik bilan o'ynab, hech qaysi biri meni yutib ololmadi. Streamdan ko'rishlaringiz mumkin o'shaman men. Men sizlarga aytdim. Xush, Free Fire'chilar, assalomu alaykum. Free Fire o'zi kechqurun Free Fire o'ynash uchun chista po kayfu kiruvdim. Shunday Free Fire kiraman. Mana shu bolacha bitta mana shu bolacha menga nerealniy so'kyapti-da. Senga emas, aqlingga emas, mazalaringni qochiraman. Seni pekangga emas daj deyapti-da. O'zi ko'rsataman shu. Arnold Dundigovich, kompozitor Mitigovich, Michael Shalvarashadi, rejissyor Yechen Memeshovich. Kandabahor Abdulla Qahhor. Cho'pra yibaniylar nima gap? Kandabahor. Xush, Free Fire'chilar. Free Fire atmosferasida Yumpikda kim zo'r o'ynaydi Free Fire'da? O'shalarda любой kishiga javob beraman. O'shalarning mazasini qochiraman. Yumpik arjosida eng kuchli igrok Free Fire'da men bo'laman. Sizlar bilan urushmoqchi, kommentariyada so'kishmoqchi emasman. Lekin sizlar men bilan birga bir Yumpikda o'tishmoqchi bo'lsangiz, sizlarni kelayotgan 24-oktyabr kuni 20:00 da streamimda kutib qolaman va 10 kishi bilan birga bir o'ynab chiqaman. Va meni yutganlarga 100 almazdan sovg'a beraman. Agar sizlar yutqazsalaringiz, sizlardan hech narsa ketmaydi. Va sizlar o'z qobiliyatingiz Xush, Free Fire'chilar, assalomu alaykum. Bugun Free Fire'da o'q otadigan knopka razmerlarini eksperimentdan o'tkazamiz. Xush, biz eng kichkina razmerga qo'yib o'tamiz botlarni va sredniy, o'rtacha va kattasiga o'tamiz. Qaysi birida eng zo'r headshot tegar ekan, sizlar bilan birgalikda eksperimentdan o'tkazamiz. Xush, birinchisi bu eng kichkina razmerga qo'yib ko'ramiz. Xush, razmer 52 turibdi menda va biz mana shuni сохранить qilamiz, chiqamiz, kichkina razmerga qo'yib o'tamiz. Voy, хорошо, birinchi eng kichkina razmerga. Voy, хорошо. Ikkinchi headshot tegyapti. Voy. Neudobno. Qo'lim bosilib ketyapti. Qo'lim bosilmayapti boshqasiga. Voy, хорошо, zo'r headshot tegyapti. Va voy, хорошо. Ay, хорошо. 100 razmerga qo'yib ko'ramizda. 102, 101 uni вообще не farq qo'yib, o'sha uchun ketdi. O'rtachaga qo'yamiz. Va voy, zo'r headshot tegyapti. Va boshdan tepaga uchyapti. Voy, хорошо. Va boshdan tepaga ham uchdi, boshdan tepaga yana. Ay, blin. Voy, headshot tegyapti. Boshdan tepaga ko'p uchyapti. Хорошо. Vale. Eng katta razmerga qo'yib o'ynaymiz. 200 ga qo'yish ketdik. Va o'y headshot tegdi, zo'r. Voy, qo'lim faqat o'tadigan knopkaga tegyapti.
Voy. Вообще неудобно, вообще неудобно. Wi-Fi kichkina razmerda o'tish zo'r headshot tegar ekan va lekin kichkinaligi uchun qo'lingiz boshqa joyga tegilib ketishi mumkin. Va o'rtacha 100 ga qo'yib o'ynaganimizda bizda zo'r sredniy, lekin birinchi o'qimiz boshdan tepaga o'chyapti. Bu yaxshi emas, 100 dan past bo'lishi kerak edi. Va 200 ga qo'yib o'ynaganimizda вообще неудобно, katta. Alisher hokke. Eslayapman. De 4 em 4 horas de taco lá dentro, não tiro de dentro, não taco lá dentro, não tiro de dentro. Taco lá, 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 taco lá dentro, não tiro de Rampage. Killing spree. 8 ta kill qadrat ketdi. Killing spree. Killing spree. Birinchi kill. Öldürüp beni. Ölüp beni parçalasa, ölüp beni. Canımı öldürüp olay. Хорошо. Spree. Ön 2 kill, onasını hepsi. Ön 2 kill подряд, блин. Alisher, Nabay. gapni aylantirish yo'q. Sizni anchadan beri kuzatganimdan beri bachchalarga ko'p challenge berasiz. O'zingiz ham ko'p challenge olasiz. Men sizga bitta azartni challenge bergim kelyapti. Hop, cho'za challenge. Ilojingiz yetadimi, yetmaydimi? Shunaqa hozirdan shuni ekranimiz bityapti. Free Fire'chilar. Hozir aylantiraman. Yo Free Fire'chilar, animega qiziqadigan bolalar chetdamisizlar? Bugungi Free Fire'dagi yangiligimiz anime haqida bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Как всегда, sizlar bilan Papa Smurf va Alisher bo'lyapti. Xo'p, 51-obnova 28-oktyabr kuni keladi va bu birinchi kollaboratsiyasi Digimon animesi bilan bo'lib o'tadi. Ko'rib turganingizdek, ushbu skinlar, avatar, fon va naborlar keladi. Xo'p, Alisher, nima deysiz? Bu anime bola uchun qiziqarli bo'ladimi? Ili shaxsan men o'zimga qiziqmadim, lekin siz fikringizni eshitmoqchiman. Men to'g'risini aytaman, animega unchalik umuman qiziqmayman. Animega qiziqadigan igroklar, o'yinchilar, bu ular uchun вообще zo'r va moshni va udar, ishoninglar. Lekin men uchun, men anime umuman ko'rmaganman, o'sha uchun bunaqa avatarga fonda kiyimlar men uchun qiziq emas. Realni aytaman. Xo'p, shu animeni ko'rganlar bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu anime qiziqmi, ili yo'qmi? Biz ham shuni bilaylik, to'g'rimi? Bizga ham qiziq anime ishchilar, обязательно men anime ko'raman deb nimadir o'zlaringizni maqtanglar, по-братски. Но men не против u narsaga. Ko'ringlar bemalol. Shuning bilan bugungi yangiligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Alisher va Papa Smurf bo'ldi. Free Fire'da har doim Yana tepaga ko'tariladi bu kishi bilan. Bizni ko'taring. Voh, xarosh. Sizdan sabr, bizadan unaqa motivation, ino sila, ino legenda. Кто чемпион, кто гангстер, ino PUBG'lar endi точно xursand bo'lsalaringiz bo'ladi. Nimagaki Free Fire'chilar полностью Free Fire'ni udalить qilib PUBG'ga o'tib ketishadi. Garena Free Fire'ni официальный Telegram kanalida aytayapti, что Free Fire'da 1-noyabrdan headshot berish mumkin emas. Headshot bera olmaysanlar deyapti. Bu biza highlight qilib o'ynaymiz. Cheaterlar sababi, panelchilar sababi uchun o'sha headshot narsani, o'sha headshotni olib tashlar ekan. Faqat zajimach qilib o'ynaymiz PUBG'ga o'xshab. O'sha uchun Free Fire'ni уже interesi qolmaydi. 1-noyabrdan hamma Free Fire'chilar udalить qilib полностью PUBG'ga o'tib ketishadi va hamma aktiv yana PUBG'ga bo'ladi. Biron kun agar mana shunaqa desam, agar ishonib o'tirmanglar, xo'p? Yo Free Fire'chilar, hammaga assalomu alaykum. Free Fire atmosferasida anchadan beri sizlarga yangilik biza aytmagan edik. Bugungi videoda men va Papa Smurf Free Fire'da eng zo'r yangiliklarni sizlarga ko'rsatib va tushuntirib o'tamiz.
Hop, hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, biz bugun Alisher bilan yangi kontentlarni boshlab qo'ydik. Hop, birinchi yangiligimiz bu shtani angli haqida. Ko'rib turganingizdek, ushbu shtani anglar bilan tepa va tapichkalari keladi. Hop, Alisher, nima deb o'ylaysiz? Bunaqa shtani angli kelganiga polni hammasini olasizmi yo'qmi? Обязательно. Shtani angli vez nabori keladi. Kiyimmi, yana shimmi, tapichkasi keladi. O'sha naborlarni 100% o'zimga olib, polni chotki set bir umrlik set qilib olaman. Hop, yana bitta chotki yangiligimiz bor. Bu yangi M60 оружиеsi uchun hali bunaqa dizayndagi Evo kelmagan. Ko'rib turganingizdek, ushbu qora va qizil aralashmasi bo'lgan Evo juda dahshatli bo'ladi deb o'ylayman. Bu bilan headshotlarni qanday berasiz? Alisher, tushuntirib o'tingchi bizga. Cheat bunaqa, ishoning, bunaqa cheaterlar unaqa headshot bera olmaydi, ishoning. Men shunaqa headshot beraman. Evolyutsiya 100% olaman. Yangi akkauntimga yangicha evolyutsiya olaman. Обязательно. Oladiganlar plus tashlab qo'yinglar kommentariyada, обязательно. Bundan keyin bizda Alisherni rasmiy seti shunaqa shtani anglar bilan bo'lib o'tadi va men kartochka oldida yashil shtani anglar bilan turaman. Обязательно. Hop, videomizga yo'q